2026-yil uchun Ramazon taqvimi. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelayotgan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. O'zbekiston musulmonlar idorasining ma'lumot berishiga qaraganda, bu yil Ramazon oyining birinchi kuni 2026-yil 18-fevral sanasi, ya'ni chorshanba kuniga to'g'ri kelmoqda. Yana oy chiqishiga qarab bir kunga farq qilishi mumkin. Ushbu ko'rib turgan taqvimingiz O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan hamda rasmda ko'rsatilgan taqvim Toshkent vaqti bilan tuzilgan. Ramazon oyining birinchi kuni 18-fevral sanasida bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 18-fevral sanasida saharlik 5:50 deb yozilgan bo'lsin. Lekin ehtiyotkorlikni inobatga olgan holda 15-20 daqiqa oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Chunki Toshkentning har xil joylarida namoz vaqtlari farq qiladi. Shuning uchun 15-20 daqiqa oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Iftorlik paytida ham, haqiqatdan ham shom namozi bo'ldimi, iftorlik bo'ldimi, shularni inobatga olgan holatda og'iz ochish tavsiya etiladi. Aytib o'tganimizdek, ushbu jadval Toshkent vaqti bilan tuzilgan va Ramazon oyining dastlabki 15 kuni keltirildi. Ushbu jadvalda Ramazon oyining keyingi 15 kunligi keltirildi. Eslatib o'tamiz, ushbu jadvaldagi vaqtlar Toshkent vaqti bo'yicha tuzilgan. Toshkentdan boshqa viloyatlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi. Farqi daqiqada. Aytib o'tganimizdek, og'iz yopishda ham, og'iz ochishda ham vaqtlarni inobatga olish tavsiya etiladi. Ushbu jadvalda esa saharlik duosi keltirildi. Ushbu jadvalda esa iftorlik duosi keltirildi. Va so'nggi jadvalda esa tarovih tasbihi duosi kirilchada o'qilishi keltirilgan. Savollaringiz bo'lsa, video ostida yozib qoldirsangiz bo'ladi. Yana bir bor aziz dindoshlar, kirib kelayotgan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Videoni yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha.